Bor aka, ketdikmi sayohatga? Yuring, o'samiz. Sayohat qilishning foydalari juda ham ko'pdir. Sayohat qilishda kamida 3 ta foyda bordir. Uchinchisidan boshlaymiz. Sayohat qilgan odamni salomatligi oshadi. Vujudidagi immunitet kuchayadi. Chunki havo o'zgarishi, har xil havoni, har xil tabiatni ko'rishligi bu insonning vujudiga tibbiy jihatdan juda foydalidir. Ikkinchisi, bu odam har xil risklarga tayyor turadi. Ya'ni har xil xavf-xatar kichkina bo'lsa ham miya shu narsaga o'rganib, hayotga yana ham yaxshi tayyorlanadi, qaraydi. Har tarafdan insonni yetuklashtiradi. Sayohat qiluvchi kishi boshqa insonlarga qaraganda ancha aqlliroq, zakiyroq bo'ladi. Chunki ko'p o'qigan ko'p biladimi, ko'p ko'rgan ko'p biladimi? Bu masalada aytish mumkinki, ko'p o'qigan va ko'p ko'rgan yaxshi biladi. Ya'ni bir inson ishga kirishida so'ralganda nimani yaxshi ko'rasan deb aytilsa, u sayohatni yaxshi ko'raman desa, u odamni ishga olish kerak. Chunki u odam aqlli bo'ladi.